10-asrda qurilgan, lekin 13-asrda Mo'g'ullar bosqini paytida vayron qilingan. U yana 15-asrda Temuriylar davrida qayta qurilgan. Biz bu uyda bu deyimiz rayonlarımız ham nimalarimiz ham hammasi bu nomiga qo'yilgan. Yozda odam ko'p keladi. Chet ellardan ham yoqdan kelyapti hozir odam ko'p, hozir ham ko'p. Endi bu yerga farzandlar, baxtlar, ish yo'llariga, savdolarga shunaqa tilaganlar keladi, davlat tilab keladi. Keyin o'zlari niyat qilganlar keladi, eshitganlar keladi. Bibi Ubaydo yodgorligi jami 2 gektarli maydondan iborat. Garchi ziyoratgoh yoni qabriston bo'lsa-da, ma'lumotlarda aytilishicha bu joydan qariyb 10-13 asrdan buyon ziyoratchilarning qadami uzilmaydi. Hatto maqbaralar, diniy maskanlarga borish taqiqlangan davrlarda ham Bibi Ubaydo maqbarasini ziyorat qiluvchi ayollar soni aslo kamaymagan ekan. Shuning uchun keyinchalik muqaddas qadamjoga kirish oldi maydoniga ziyoratchilarning dam olib ketishlariga qulaylik yaratish maqsadida oromgoh, saylgoh tashkil etilgan. Qabristonlarimiz, bu maqbaralar, buvimiz maqbaralari shu yerda bo'lganligi uchun qishlog'imiz nomini bu mozor qishlog'i deyiladi. Mustabid tuzum vaqtida uylar juda qirg'iz holatga kelib qolgan edi. Mustaqilligimiz bo'lgandan buyon mana shu yerlarga bizni azizlarimizni ziyorat ta'minlashga yo'l ochilib, mana shu 94-yildan bu kishiga ta'minlash ishlari boshlandi. Shu yerda bo'layotgan sa'y harakatlar, mana shu yerdagi qilayotgan ishlarimizni, shu yurtboshimizni rahmatnomaligida mana shu 94-yildan buyon mana shu yaqin 25 yil ichida bu mana shu Ubaydo onalarimiz maqbaralari ta'minlandi. Bibi Ubaydoni butun farg'onaliklar Ubaydo onamiz deb ataydilar. Bibi Ubaydo nomining Bi Ubaydo deb qisqartirib aytilishidan Buvayda atamasi kelib chiqqan va Farg'ona viloyatining mashhur Buvayda tumani aynan shu nomdan olingan. Shuningdek, Bibi Ubaydo yodgorligi bu mozor nomi bilan ham mashhur. Onamiz, buvimiz, Bibi kabi martabalar bilan ulug'lanuvchi Bibi Ubaydo xalq dostonlarida, afsona va rivoyatlarda aytilishicha va ular asosida yozilgan ko'plab manbalarda keltirilishicha, payg'ambarimizning nevara kelinlari hisoblanadi. Safed Bulon qissasi dostonida yozilishicha, payg'ambarimiz avval o'z qizlari Gulsumni dastlabki choryorlardan bo'lmish Usmon ibn Affonga turmushga beradi. Biroq Gulsum vafot etgach, katta qizi Zaynabni ham Usmonga nikohlab beradilar. Vaqt o'tib, xalifa Usmon va Zaynabning o'g'illari Muhammad Jarir islom dinini Turkistonning Farg'ona hududiga yoyish uchun kelayotgan ming-minglab sahoba va tobiinlarga rahbar, shoh etib tayinlanadi va uni endilikda Shoh Jarir, ayrim joylarda Shoh Jalil deb ataydilar. Shoh Jarir Farg'onaning o'sha paytdagi markazlashgan shaharlari Axsikent, Quva va Koson shaharlarini o'ziga bo'ysundirib, aholisini islomga kiritadi. Shundan keyin hozirgi Qirg'iziston hududida bo'lgan Ungor qo'rg'onining hukmdori o'z qizi Bibi Ubaydoni Shoh Jarir nikohiga beradi. Bu in'omdan quvonib, qaynotasining sadoqatiga ishongan Shoh Jarir xotirjamlikka beriladi va bundan foydalangan Ungor hukmdori Karvonbas juma namozi paytida kuyovi Shoh Jarir boshliq sahobalarga to'satdan hujum qiladi. Xunrezlik oqibatida 2700 sahoba o'ldiriladi va bu mash'um voqea ro'y bergan joy bugun Safed Bulon nomi bilan mashhur ziyoratgohga aylanadi. Shoh Jarir esa jang maydonidan omon chiqqan safdoshlari bilan Kosonga, keyin Axsikentga chekinadi va keyinroq otasining shafqatsizligi va xiyonatidan qon yig'layotgan yori Bibi Ubaydoni olib Madina shahriga qaytib ketadi. Biroq o'sha paytda xalifalik taxtida o'tirgan hukmdor Shoh Jarirni o'ziga raqib deb biladi va uni zaharlatib o'ldirtiradi. Bibi Ubaydo o'g'li Shoh Fazil bilan yolg'iz qoladi. Oradan vaqt o'tib, Bibi Ubaydo o'g'li Shoh Fazil voyaga yetgach, u bilan yana Farg'onaga qaytadi.
Shoh Fazil otasining ishini davom ettirish uchun onasi Bibi Ubaydo maslahati bilan bu yerlarda ko'p ezgu ishlar qiladi. Sahobalar qirg'in bo'lgan Safed Bulon maydonini katta ziyoratgohga aylantiradi. Bibi Ubaydo o'g'lini shu yerlik mulkdorlardan birining qizi Badiya Bonuga uylantiradi. Ular 727-yilda o'g'il ko'rgach, Bibi Ubaydo maslahati bilan bolaga Muhammad Jarir deb bobosining ismini berishadi. Shoh Fazil vafot etgach, Mavron Nahrning Farg'ona muzofatini Bibi Ubaydoning nabirasi 12 yoshli Muhammad Jarir, ya'ni ikkinchi Shoh Jarir boshqara boshlaydi. U davlat boshqaruv ishlaridan mohir, diniy ilmi yetuk shaxs bo'lib ulg'ayadi va keyinchalik uni odamlar ham podsho, ham pir deb, podsho pirim deb ataydilar. Bu kishini podsho pirim deb nomlanishlarini sababi o'z davrlarida bu kishiga bir necha podsholar bu kishiga qo'l berib, bu kishini etaklarini ushlab, bu kishini duolarini olgan o'sha davrda. Shuning uchun bu podsholarni piri degan ma'noda podsho pirim deb yuritilar ekan. Podsho pirim degan nomni talqinida ikki xil. Ba'zilar o'sha podsholar qo'l berganligi uchun podsholarni piri deb talqin qilishsa, ba'zilar esa podsho deb dunyoviy rahbarni aytadi, pir deb diniy rahbarni aytadi. Bu kishi o'z zamonlarida musulmonlarga ham diniy, ham dunyoviy rahbar bo'lganlari uchun ham podsho, ham pir degan ma'noda podsho pirim degan talqinlar ham bor. Xalqimizni bu kishiga bo'lgan muhabbati aynan men o'ylayman, mana shu bizga islom ma'rifatini tarqalishiga sababchi bo'lgan zot bo'lganlari uchun biz mana o'zbek xalqini mana shu islom ma'rifatidan xabardor bo'lishlariga sabab bo'lganlarni xalq bilgani uchun ota-bobolarimiz ham bu zotni hurmat qilib, bu kishiga ixlos muhabbat qilib kelganlar. Tepalaridagi maqbara ham bobolarimizdan eshitilgan tarixga qaraganda vafot qilgan davrlarida faqat qabr qurilgan xolos. Undan keyin Hazrati Amir Temurni davrlarida o'sha kishini, Hazrati Amir Temurni topshiriqlari bilan tepalariga maqbara ko'tarilgan. Ya'ni u kishi ham shu zotni ulug'liklarini, mana shunday hurmatga, ehtiromga munosib ekanliklarini bilganlar va farmon bilan mana shu tepalariga maqbara ko'tartirganlar. Podsho pirim 31 yoshda yetuk arbob bo'lib yetishadi. Biroq o'sha paytlarda Farg'ona ahlining ota-bobosidan meros dindan voz kechib, islomni qabul qilishi oson kechmaydi. Ayrim manbalarda keltirilishicha, arablar Farg'onani bo'ysundirish uchun hatto 100 yildan oshiq vaqt kurash olib borgan ekan. Dostonlar va afsonalardagi voqealar ham ba'zi o'rinlarda bu ma'lumotni tasdiqlaydi. Podsho pirim ham shunday qarshiliklardan birida 760-yilda 33 yoshida shahid bo'ladi. U Koson atrofidagi jangda jarohat olgach, raqiblar taqibidan qochib, sheriklari bilan Sirdaryoni kechib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Biroq juda holsizlanib qoladi. U tushida ko'rgan bashoratga ko'ra, Bachqir qishlog'iga dafn etishlarini so'rab vasiyat qiladi. Ilgari bu yashab turgan joylarimizni qora daraxt deb atalgan. Shahid bo'lmasdan bir kun oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Muhammad sollallohu alayhi vasallam tushlariga kirib, siz ertaga shahidlik maqomini topasiz, shahid bo'lasiz, yotar joyingiz Bachqir qora daraxt degan. Hozir biz yashab turgan joylarimiz qora daraxt deb atalgan ilgari. Ertalab turishib, qo'l ostidagilarga shunaqa bo'ldi, bizga shunaqa bashorat bo'ldi, deyish vasiyat qilishib, o'sha kungi bo'lgan urushlarda shahid bo'lishib, vasiyatlariga muvofiq Bibi Ubaydo ona boshda qolgan qo'shinlar olib kelib shu yerga dafn qilingan deyiladi. Buvayda tumanining Bachqir qishlog'idagi Podsho pirim yodgorlik majmuasi vodiydagi mashhur majmualardan biri hisoblanadi. Podsho pirim majmuasiga baland peshtoqli ikki alohida darvozalardan o'tib kiriladi. Ulardan biri Makka, ikkinchisi Madina darvozasi deb ataladi. Ikki hovliga ega majmua 15-asrda qurilgan peshtoqli gumbazli darvozaxona hamda uning yon tomoniga keyingi davrlarda qurilgan ochiq ayvonli masjiddan va ko'p qirrali hovlidagi 15-16 asrlarga oid qabr va daxmalardan iborat.
o'zbek xalqimiz, xususan mana shu bizni Buvayda tumanimiz, atrof tumanlarimizda Hazrat Shopirimga bo'lgan xalqimizni ixlosi, muhabbati juda ham ortiq. Buni albatta sababi bor. Chunki bu Hazrat Shopirim bizni O'zbekiston diyorimizga islom dinini yetib kelishiga asosiy sababchi bo'lgan zotlardan birlari. Ma'lumki, Payg'ambarimiz alayhissalomning davrlarida islom dini bizning diyorlarimizga yetib kelmagan. Undan keyingi 2-asr, hijriy asrga 2-asrda, ya'ni sahobalar davri deyiladi, u davrda ham islom dini tarqamagan. Asosan 3-hijriy asrda, tobiinlar davrida islom dini kirib kelgan. Samarqand, u atroflarga Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambarimizning amakivachchalari va bizni shu Qo'qon, bu tomoni Koson, umuman shu atroflarga islom dinini olib kelgan zot Hazrat Shopirim hisoblanadilar. Bu kishining ismlari Muhammad ibn Jarir, ya'ni Jarir o'g'li Muhammad. Asli bu kishilar islom dinini tarqatib, islom ma'rifatini xalqqa tarqatib, hozir Qirg'izistonda Olabuqa tumanida joylashgan Safid Bulon degan ziyoratgoh bor. U yerda Hazrat Shopirimning dadalari istiqomat qilganlar. Bu kishi ham o'sha yerda otalarining ishlarini davom ettirib islom ma'rifatini tarqatganlar va u yerdagi eski hokimi tomonidan bu kishilarga zimdan tayyorgarlik bilan qattiq qarshilik paydo bo'lgandan keyin Hazrat Shopirim u yerdan chiqib mana shu diyorlarga kelgan va bizni aynan Buvayda tumanimiz hududiga kelganda Hazrat Shopirim va u kishi bilan birga bo'lgan musulmonlar bir qarshilikka uchragan va mana shu joyda Hazrat Shopirim u kishini bilan birga bir necha musulmonlar vafot qilganlar va aynan mana shu maqbara hozir tepalariga ko'tarilgan shu yerdagi qabrga Hazrat Shopirim dafn qilinganlar va u kishini kunchiqish tomonlariga tarixiy yodgorliklarni tekshiruvchi tashkilotlar tomonidan ham tekshirilib isbotlangan 50 dan ortiq tarixiy shaxslar dafn qilinganlari haqida ma'lumotlar bor. Dastlab 1108-yilda mahalliy ustalar tomonidan qurilgan Shopirim maqbarasi 18 ga 8 metr o'lchamga ega bo'lib, 2 qismdan, ziyoratxona va go'rxonadan iborat qilib barpo etilgan. Har ikki xona ham to'g'ri to'rtburchak shaklda qurilgan. Ziyoratxona devorlariga chuqur ravoqli tokchalar ishlangan. Maqbara devorlari ganj bilan suvalgan. Hovlidagi masjid ta'mirlandi. Masjid asosini to'rtburchak xonaqoh tashkil etadi. Oldi ayvonli. Ayvon shiftlarini 44 ta ustun ko'tarib turadi. Ziyoratgohimiz 10 ham 14 asr yodgorligi deb olingan. 2 gumbazlik ichkari maqbara qabr joy deyiladi. Ya'ni o'sha Shohi Jarir, Muhammad Jarirning qabrlari, Shopirimning qabrlari o'sha aynan ichkaridagi maqbaraga, ya'ni qabr joyga dafn qilinganlar. Uni qurilishi o'sha 1108-yil, ya'ni 10-asrga oid yerlik ustalik ko'rsatilgan. Endi Mo'g'ul istilosi bizni bu diyorlarga 1224-1226-yilga taxminan to'g'ri keladi. O'sha Mo'g'ul istilosida Chingizxonning buyrug'i bilan maqbaraning ko'p qismini biz yo'qotib yuborgan. Endi 14-asrga kelib Amir Temurning saltanati kuchaygan paytida Amir Temurning buyrug'i bilan maqbara qayta ta'mirlanib turib, Dahmaz ziyoratxona kirish qism Amir Temur tomonidan qilingan. Mustabid Sovet tuzum davrida hamma ziyoratgohlar qatorida ham bekilib, qattiq man qilinib, juda bir ayanchli holga kelib qolgan edi. Istiqlol mustaqillik sharofati bilan dastlabki ta'miri 1994-yilda yengil ta'mir boshlanib, 2005-yilda homiylar chiqishib, yordam berishib, rasman ta'mir boshlanib 2007-yilda mana shu ko'rib turganimizda chiroyli ta'mirdan chiqib xalqqa xizmat qilib turibdi. Maqbara, qabr joy, Dahmaz ziyoratxona ham o'rtada Madina darvozasi deyilgan, bitta o'qta hammalar ham ko'chadagi nimaga kirishda Makka darvozasi deyilgan shu uchala katta. Undan keyin masjid ziyoratgohning qoshida holat obod turgan, yurib turgan, xalq xizmatida bo'lib turgan qadimiy masjidimiz. Mezon ham masjid bilan baravar qilingan. Masjidga mana qariyb 1,5-2 asr bo'lib turgan bo'lsa, o'sha vaqtda mezon ham qurilgan. Bu ham o'sha nima bilan, ya'ni Mustabid Sovet tuzumida tagidan yo'q qilinib, masjidlarga beda bosilib, beda qaram qilinib, mustaqillik sharofati bilan togi o'rniga qaytadan qilindi.
Hozirda bu me'moriy majmua tarkibiga kirgan barcha inshootlar ziyoratchilar xizmatida. Odamlar Poshsho Pirim va Bibi Ubaydo maqbaralarini ziyorat qilib, ular haqqiga duo qilganlar niyatiga yetadi deyishadi. Poshsho Pirim vafot etgandan keyin o'g'li va nabirasidan ham ayrilgan 103 yoshli Bibi Ubaydo ona Poshsho Pirimning ayoli va 7 yoshli o'g'ilchasini olib Makka shahriga ketishni niyat qiladi. Ammo ular Farg'ona cho'lida Poshsho Pirim maqbarasidan uncha uzoq bo'lmagan joyda kuchli bo'ronda qolib vafot etishadi. Bibi Ubaydo maqbarasida 3 ta qabr bor. Maqbara oldidagi daraxtni odamlar buvimning hassasi daraxti deyishadi. Uning yonidagi toshni esa beltosh deb ataydilar. Ziyoratchilar duolarini o'qib bo'lgach, shu toshga bellari bilan suyanib olishadi. Emishki, beldagi og'riqlarni olar ekan. Albatta bu ma'lumot ilmiy o'rganilmagan, ammo ziyoratga keluvchilar Bibi Ubaydo va uning farzandlari haqidagi afsonaning asl haqiqat ekaniga ham, maqbara yonidagi toshning xislatiga ham ishonishadi. Har holda Buvayda ona va Poshsho Pirim haqlariga duolar o'qib, o'z qalblariga taskinlik beradi. Farg'ona viloyatida bugungi kunda 300 ga yaqin ziyoratgohlar aniqlangan bo'lsa, viloyatning Buvayda tumanida joylashgan bir nechta yodgorliklarning o'ziga xos alohida bir jihati bor. Bibi Ubaydo maqbarasi, Poshsho Pirim me'moriy majmuasi hamda biz borib ko'rishga ulgurmagan Bo'stonbayoz bobo, ya'ni Bo'stonbuva maqbarasi va boshqa ziyoratgohlardagi maqbara binolarining barchasi atay chizilgandek bir o'q ustiga qurilgan. Bir maqbaradan ikkinchisi deyarli ko'rinib turadi. Ularning orasidagi masofalar ham bir xil. Yana ular aynan qadimgi Ipak yo'li yoqasida qurilgan. Buvayda tumanidagi ziyoratgohlar, Bibi Ubaydo ziyoratgohlari, Muhammad Jarir, xalq orasida Poshsho Pirim nomlari bilan zikr qilinadi. U kishining ziyoratgohlari, Baston bobo deymiz, bu kishining ziyoratgohlari bor. Bandikshod deymiz. Yana So'pa azizlar xalq tilida Savkazlar bor degan ziyoratgohlarimiz bor. Bular bari bir-biriga bog'liq. Chunki Bibi Ubaydo ona ziyoratgohi katta ziyoratgoh sanalib, u kishining nabiralarining ismlari Muhammad Jarir deyiladi. Ya'ni o'g'illari, shoh farzandi o'g'illari Muhammad Jarir deyiladi. Xalq orasida shu Poshsho Pirim, hozirgi biz ziyorat qilgan joyimiz Poshsho Pirim ziyoratgohi deyiladi. Ularning shu bog'liqligi Bastonbo ziyoratgohi deymiz. U kishi bu Muhammad Jarirga onalari, akalari hisoblanishib, tog'a deb hisoblanishadi. Yana bir ziyoratgohimiz bor, Bandikshod ziyoratgohi deyiladi. Bu Muhammad Jarirda xizmatlarda bo'lishgan u kishilar. Yana bir ziyoratgohimiz Xo'ja Muhammad Vali dedi, xalq orasida Vali Pirim deyiladi. Qo'shni tuman, Uchko'pir tumaniga qaraydi. U kishining ziyoratgohlari bor. Yana So'pa azizlar, hali aytib o'tganimizdek, xalq orasida Savkazlar bor deyiladi. U kishi bu Muhammad Jarir, Poshsho Pirim ziyoratgohi, Poshsho Pirimda ustozlari deb ko'rsatilgan. Xalq orasida shunday bu kishilar tarixlarda shunday rivoyatlar keladiki, biz yotgan joylar bir farsahdan oshmasin degan. Bir farsah qadimiy o'lchov birligi 7 yoki 8 kilometr deb ko'rsatilgan. Oddiy shu yerlik xalqning o'zini mo'ljalda ham shu bir-birlarining oralari bitta o'qda bitta yo'nalishda bo'lganligi uchun 5 kilometr yoki 6 kilometrdan oshmaydi. Hammalarining bir-birlaridan uzoqliklari shunday masofada joylashib, hozirgi kunda mana xalqimiz chiroyli ziyorat qilishib, ulug'lashib, shu vaqtgacha ulug'lab kelishyapti. Eng muhimi, shu va shular kabi barcha madaniy meros obyektlari, tarixiy me'moriy obidalar bunyodkor xalqimizning g'oyat qiziqarli, sarguzashtlarga boy tarixidan hikoya qiluvchi noyob manbalardir. O'tmishga sayohat ko'rsatuv ijodkorlari esa sizlarni ular bilan birma-bir tanishtirib borishda davom etadi.